Diqqat! Agar siz 1975 yilgacha tug'ilgan bo'lsangiz yoki oilangizda ota-onangiz, aka-opangiz, qarindoshingiz shu yosh toifasiga kirsa, bu ma'lumotni hozirroq bilib qo'yish juda muhim. Chunki 25 avgustdan boshlab hujjatlar, ish staji, pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam va ayrim davlat xizmatlari bo'yicha tekshiruvlar yanada aniqroq yuritilishi mumkin. Men bugun sizga vahima qilish uchun emas, balki xato tufayli pul, vaqt va huquq yo'qotilmasligi uchun tushuntiryapman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng ko'p muammo aynan mayda ko'ringan hujjat xatolaridan chiqadi. Bitta harf noto'g'ri yozilgan bo'ladi. Ish staji bazaga tushmagan bo'ladi. Eski mehnat daftarchasida muhr xira bo'ladi. Keyin odam o'z haqini isbotlash uchun oylar davomida yuguradi. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, like bosing va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu mavzu bir oilada kamida bitta odamga albatta tegishli bo'ladi. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida odamlar ish staji, tug'ilgan sana, pasport ma'lumotlari, nikohdan keyingi familiya o'zgarishi, korxona nomi almashgani yoki tugatilgani kabi ma'lumotlarni asosan qog'oz hujjatlar orqali tasdiqlab kelishdi. Masalan, mehnat daftarchasi bor. Unda 1992 yilda ishga kirgan, 1998 yilda ishdan chiqqan deb yozilgan. Shu yozuv asosida staj hisoblangan. Agar muhr bor bo'lsa, imzo bor bo'lsa, ko'p hollarda shu yetarli deb qaralgan. Endi esa holat boshqacha. Davlat xizmatlari, pensiya va nafaqa bilan bog'liq jarayonlarda ma'lumotlar elektron bazalar bilan solishtiriladi. Ya'ni sizning qog'oz hujjatingizdagi ma'lumot bir tomonda, elektron tizimdagi ma'lumot ikkinchi tomonda turadi. Agar ikkalasi mos kelsa, ish tez bitadi. Agar mos kelmasa, tekshiruv boshlanadi. Muammo shundan iboratki, 1975 yilgacha tug'ilgan ko'p odamlarning hayot yo'li aynan qog'oz hujjatlar davriga to'g'ri kelgan. Ular maktabni, texnikumni, institutni, harbiy xizmatni, ish joylarini, nikoh va familiya o'zgarishini ko'pincha eski tizim orqali rasmiylashtirgan. 25 avgustdan muhim bo'lgan jihat shuki, shu sanadan keyin ko'plab murojaatlarda hujjatlar avvalgidan sinchiklab tekshirilishi, elektron ma'lumotlar bilan taqqoslanishi, tafovut bo'lsa, qo'shimcha tasdiq so'ralishi ehtimoli kuchayadi. Men buni oddiy tilda shunday tushuntiraman. Endi daftarchamda yozilgan-ku, deyish har doim ham yetarli bo'lmasligi mumkin. Daftarchadagi yozuv tizimdagi ma'lumot bilan bog'lanish korxona mavjudligi. Davrlar to'g'ri kiritilgani, shaxsning ism, familiyasi bir xil ekanligi ham tekshiriladi. Birinchi navbatda bu 1975 yilgacha tug'ilgan, ya'ni hozir 1975 yoshdan katta bo'lgan fuqarolarga tegishli. Ayniqsa 1965, 1974 yillarda tug'ilganlar orasida pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar, imtiyozli pensiya masalasini ko'rayotganlar, nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi, kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam, subsidiya yoki boshqa davlat xizmatlariga murojaat qilmoqchi bo'lganlar alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, ayol kishi 1970 yilda tug'ilgan. U 1990 yilda turmushga chiqqan, familiyasi o'zgargan. 1930 yildan 1938 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin bolalar parvarishi bilan uyda bo'lgan. 2005 yildan yana ishga kirgan. Qog'ozda hammasi bordek tuyuladi. Lekin elektron bazada eski fabrikadagi ma'lumot chiqmasa, nikohdan oldingi familiya bilan keyingi familiya bog'lanmasa, staj hisobida bo'shliq paydo bo'lishi mumkin. Natijada pensiya miqdori kamayadi yoki hujjat qayta tekshiruvga yuboriladi. Yana bir misol. Erkak kishi 1960 yilda tug'ilgan, 1960 yillarda harbiy xizmatda bo'lgan. 1969 yildan 2000 yilgacha qurilish tashkilotida ishlagan. O'sha tashkilot keyin xususiylashtirilgan, nomi 3 marta o'zgargan, arxiv boshqa joyga topshirilgan. Mehnat daftarchasida muhr bor, lekin muhr xira. Agar shu davr elektron ma'lumotda ko'rinmasa, odamdan arxiv ma'lumotnomasi so'ralishi mumkin. U arxivni topa olmasa, 10 yillik staj masalasi muammoga aylanadi. Kimlar kamroq xavotir qilishi mumkin? Agar sizning barcha ish joylaringiz rasmiy bo'lgan, soliq va sug'urta ajratmalari muntazam ko'ringan, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan, familiya yoki tug'ilgan sana bo'yicha xato bo'lmagan, mehnat daftarchangiz toza va o'qiladigan holatda bo'lsa, xavotir kamroq. Lekin baribir men tekshirtirmasam ham bo'ladi demayman. Chunki ba'zan odam o'zi bilmagan xato chiqadi. Masalan, pasportda o'g'li yozilgan, eski diplomda o'g'li yozilgan, mehnat daftarchasida esa otasining ismi boshqa imlo bilan ketgan. Kompyuter tizimi buni
boshqa odam deb ko'rishi mumkin. Asosiy o'zgarish shundaki, hozir huquqni tasdiqlashda faqat odamning og'zaki gapi yoki eski hujjatning mavjudligi emas, balki hujjatlarning o'zaro mosligi ham muhim bo'lib bormoqda. Men buni 3 ta yo'nalishda ko'raman. Birinchisi, shaxsiy ma'lumotlar mosligi. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport seriyasi, JSHR. Nikoh yoki ajrim bo'yicha hujjatlar bir-biriga to'g'ri kelishi kerak. Bitta raqam xato bo'lsa ham tizimda muammo chiqishi mumkin. Ayniqsa eski pasportdan yangi ID kartaga o'tganlarda, bir necha marta pasport almashtirganlarda, boshqa viloyatdan ko'chib kelganlarda bunday holatlar uchraydi. Ikkinchisi, ish staji va daromad bo'yicha ma'lumot. Pensiya yoki ayrim to'lovlar hisoblanayotganda odam qancha ishlagan, qaysi davrda ishlagan, ish beruvchi ajratma qilganmi, oylik ma'lumotlari bormi? Shu narsalar ahamiyatli bo'ladi. Agar 1995-2002 yillar oralig'ida ishlagan bo'lsangiz, lekin korxona hujjatlari to'liq saqlanmagan bo'lsa, sizga qo'shimcha tasdiq kerak bo'lishi mumkin. Uchinchisi, ijtimoiy holatni baholash. Masalan, kam ta'minlangan oila sifatida yordam olish, subsidiya, kompensatsiya yoki boshqa imtiyozlarda oilaning tarkibi, daromadi, mol-mulki, yashash manzili va ro'yxatda turish holati tekshiriladi. 1975 yilgacha tug'ilgan odamlar ko'pincha farzandlari bilan bir manzilda ro'yxatda turadi, lekin amalda alohida yashaydi. Tizim esa ro'yxatdagi barcha odamlarni bitta xo'jalik deb ko'rishi mumkin. Natijada yordam rad etiladi yoki qayta tekshiruvga tushadi. Birinchi misolni olaylik. 1972 yilda tug'ilgan ayol 2 yil ishlagan deb o'ylaydi. Mehnat daftarchasida 1991 yildan 2001 yilgacha savdo tashkilotida ishlagani yozilgan. 2004 yildan 2001 yilgacha maktabda farrosh bo'lib ishlagan. Jami 2 yil. Lekin tekshiruvda 1991-2001 yillardagi tashkilot arxiv ma'lumotida to'liq chiqmaydi. Faqat 1994-1998 yillar tasdiqlanadi. Shunda 10 yil deb o'ylangan davrdan atigi 4 yil tan olinishi mumkin. Pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Odam har oy kamroq pul olishi mumkin. Ikkinchi misol. 1965 yilda tug'ilgan erkakning mehnat daftarchasida familiyasi Karimov deb yozilgan. Pasportida esa otasining ismi qo'shilgan holda boshqa imlo bilan ketgan. Eski harbiy biletda tug'ilgan kuni 12 iyun, pasportda 20 iyun. Bu odam pensiya uchun hujjat topshirganda tizimda moslik chiqmaydi. U men o'sha odamman deb tushuntiradi. Lekin xodim hujjat bilan ishlaydi. Bunday holatda sudga murojaat qilib, hujjatlarning bir shaxsga tegishli ekanini tasdiqlatishgacha borishi mumkin. Shuning uchun xatoni oldindan ko'rish juda muhim. Uchinchi misol. 1974 yilda tug'ilgan fuqaro ijtimoiy yordam so'raydi. O'zi ishlamaydi, sog'lig'i yaxshi emas, lekin ro'yxatda voyaga yetgan o'g'li ham shu uyda turadi. O'g'li boshqa shaharda ishlaydi, oilasiga alohida pul sarflaydi, lekin rasmiy ro'yxatdan chiqmagan. Tizim o'g'lining daromadini ham oilaning daromadi sifatida ko'rishi mumkin. Natijada yordam rad etiladi. Odam mening qo'limga bu pul kelmaydi-ku deydi. Lekin tizim ro'yxat va daromad bo'yicha baholaydi. Bu yerda ro'yxat, yashash manzili va oilaviy tarkibni to'g'ri rasmiylashtirish kerak. 4-misol. Ayol kishi 1993 yilda farzandli bo'lgan. O'sha davrda bola parvarish ta'tilda bo'lgan. Mehnat daftarchasida ish joyi saqlangan, lekin ta'til davri alohida qayd etilmagan. Keyin pensiya hisobida shu davr masala bo'lib chiqadi. Agar buyruq nusxasi yoki arxiv ma'lumotnomasi bo'lsa, masala osonroq hal bo'ladi. Agar bo'lmasa, qo'shimcha hujjat izlashga to'g'ri keladi. Hamma ham bir xil xavf ostida emas. Agar siz davlat tashkilotida uzluksiz ishlagan bo'lsangiz, oyliklaringiz rasmiy bo'lgan bo'lsa, hozirgi ish joyingiz kadrlar bo'limida barcha ma'lumotlar tartibli bo'lsa, muammo kamroq bo'lishi mumkin. Lekin eski davrdagi har bir ish joyi alohida ahamiyatga ega. Ayniqsa kolxoz, sovxoz, zavod, fabrika, qurilish boshqarmasi, savdo tashkiloti, kooperativ, kichik korxona, xususiy firma kabi joylarda ishlaganlar hujjatini tekshirtirish kerak. Eng ko'p uchraydigan tuzoqlardan biri mening mehnat daftarcham bor, demak hammasi joyida degan fikr. Mehnat daftarchasi muhim. Lekin undagi yozuv o'qiladigan, muhr va imzo aniq, buyruq raqami ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar yozuv qo'lda noaniq yozilgan bo'lsa, korxona nomi qisqartirib yozilgan bo'lsa, sana ustidan tuzatish qilingan bo'lsa, qo'shimcha savollar tug'iladi. Ikkinchi, tuzoq familiya o'zgarishi. Ayollar orasida bu juda ko'p uchraydi. Qizlik familiyasi bilan diplom olgan,
turmushdan keyin boshqa familiya bilan ishlagan. Ajrimdan keyin yana avvalgi familiyaga qaytgan bo'lishi mumkin. Har bir o'zgarish nikoh guvohnomasi, ajrim hujjati yoki FHDya yo ma'lumotnomasi bilan bog'lanishi kerak. Aks holda tizim bitta odamning hujjatlarini 3 xil shaxs hujjatidek ko'rishi mumkin. Uchinchi tuzoq norasmiy ish. 1990-yillar va 2000-yillar boshida ko'p odam kelishib ishlagan, lekin rasmiy buyruq bo'lmagan. Ish haqi naqd berilgan. Soliq yoki sug'urta ajratmasi ko'rinmagan. Odam haqiqatan ham 5 yil ishlagan bo'lishi mumkin, lekin hujjatda yo'q bo'lsa, uni isbotlash qiyin. Guvohlar yordam beradigan holatlar bo'lishi mumkin, lekin har doim ham yetarli emas. Shuning uchun hozirgi kunda rasmiy ishlashning ahamiyati juda katta. 4-chi nozik jihat arxivlar. Korxona yopilib, uning hujjatlari tuman yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi kerak. Lekin amalda hamma korxona hujjatni tartib bilan topshirmagan. Ba'zida arxivda faqat ishga qabul qilish buyrug'i bor, ishdan bo'shatish buyrug'i yo'q. Ba'zida ish haqi vedomosti bor, lekin lavozim ko'rsatilmagan. Shu sababli arxiv ma'lumotnomasini oldindan olish foydali. 5-chi nozik jihat qarzdorlik va ijro hujjatlari. Ayrim to'lovlar, karta, pensiya yoki nafaqa tushumlari bo'yicha qarzdorlik, aliment, kredit yoki jarima masalalari ham odamni qiynashi mumkin. Men bunday holatda har bir fuqaro o'z nomida ochiq ijro ishi bormi? Bank kartalarida cheklov bormi? Soliq qarzdorligi bormi? Shuni oldindan tekshirishini maslahat beraman. Chunki to'lov tayinlangandan keyin ham karta bloklangan bo'lsa, puldan foydalanish qiyinlashadi. Endi eng muhim qismiga o'taman. Nima qilish kerak? Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni yig'ing. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, ajrim hujjati, familiya o'zgargan bo'lsa, FHDyo ma'lumotnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, diplom, harbiy bilet, mehnat daftarchasi, eski shartnomalar, buyruq nusxalari, ish haqi ma'lumotnomalari, arxivdan olingan javoblar bitta papkada tursin. Ikkinchi qadam, hujjatlardagi ism, familiya va sanalarni solishtiring. Men oddiy jadval qilib yozishni tavsiya qilaman. Pasportda qanday yozilgan, diplomda qanday yozilgan, mehnat daftarchasida qanday yozilgan, nikoh guvohnomasida qanday yozilgan. Agar bitta joyda ham farq bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Masalan, Shukurov va Shukurov, Gulnora va Gulnara, Abdullayevna va Abdullayeva kabi farqlar keyinchalik muammo bo'lishi mumkin. 3-chi qadam, May.guz pensiya jamg'armasi bo'limi. Tuman davlat xizmatlari markazi yoki mahalladagi mas'ul xodim orqali o'zingizga tegishli ma'lumotlarni tekshirtiring. Men aniq aytaman, navbat pensiya yoshiga yetganda emas, oldindan tekshirish kerak. Chunki xatoni tuzatish uchun ba'zan bir kun emas, bir necha hafta yoki oy kerak bo'ladi. 4-chi qadam, ish tajingizni davrlar bo'yicha yozib chiqing. Masalan, 1992 yillar zavod, 1992-1995 yillar bola parvarishi, 1995-2003 yillar maktab, 2004-2020 yillar xususiy korxona, 2011 yildan hozirgacha boshqa tashkilot. Har bir davr yoniga hujjat bor yoki hujjat yo'q deb belgilang. Hujjat yo'q davrlar eng xavfli davrlardir. Aynan shular bo'yicha arxivga murojaat qiling. 5-chi qadam, arxiv ma'lumotnomasini so'raganda murojaatni aniq yozing. Men shu korxonada ishlaganman, ma'lumot bering deb umumiy yozishdan ko'ra, 1994 yil mart oyidan 2001 yil sentabr oyigacha falon tashkilotda falon lavozimda ishlaganim, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, ish haqi vedomostlar bo'yicha ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yozish yaxshiroq. Qanchalik aniq yozsangiz, javob ham shunchalik foydali bo'ladi. 6-chi qadam, agar hujjatda xato bo'lsa, uni og'zaki tushuntirish bilan qoldirmang. FHDyo orqali tuzatish mumkin bo'lgan xatolar bor. Sud orqali tasdiqlanadigan holatlar bor. Arxiv orqali aniqlashtiriladigan ma'lumotlar bor. Masalan, tug'ilgan sana 2 xil bo'lsa, bu jiddiy masala. Buni hamma biladi, men o'sha odamman deb hal qilib bo'lmaydi. Rasmiy hujjat kerak bo'ladi. 7-chi qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ota-onamiz yoki yoshi katta qarindoshlarimiz ko'pincha elektron xizmatlardan foydalana olmaydi. Ular meniki to'g'ri deb ishonib yurishi mumkin. Siz ularning hujjatini ko'rib chiqing. Eski mehnat daftarchasini varaqlang. Muhrlar o'g'iladimi, sanalar to'g'rimi, familiya o'zgarishlari bog'langanmi? Shuni tekshiring. Bugun 1 soat vaqt ajratsangiz, ertaga bir necha oylik yugur-yugurning oldini olasiz. Agar siz davlat xizmatlari markaziga, arxivga yoki tegishli tashkilotga murojaat qilsangiz, murojaatingizda 3 ta narsa aniq bo'lsin.
Birinchisi, o'zingiz haqingizdagi ma'lumot, ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport yoki ID ma'lumoti, telefon raqami. Ikkinchisi, so'ralayotgan davr, qaysi yillarda, qaysi tashkilotda, qaysi lavozimda ishlagansiz. Uchinchisi, maqsadi pensiya tayinlash, ish stajini tasdiqlash, hujjatdagi tafovutni bartaraf etish yoki ijtimoiy yordam uchun ma'lumot olish. Murojaatni topshirganda albatta ro'yxatdan o'tgan raqamni oling. Agar elektron topshirsangiz, ariza raqamini saqlang. Agar qog'oz topshirsangiz, nusxasiga qabul qilingan sana va muhr qo'ydiring. Bu juda muhim. Chunki keyin murojaat qilgandim degan gap emas, rasmiy iz kerak bo'ladi. Yana bir maslahat. Hujjatlarning suratini telefonda saqlab qo'ying, lekin asl nusxani yo'qotmang. Mehnat daftarchasi, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi kabi hujjatlar shunchaki eski qog'oz emas. Ular sizning huquqingizni tasdiqlaydigan asosiy dalil bo'lishi mumkin. Ularni nam joyda buklangan holatda, bolalar qo'li yetadigan joyda saqlamang. Agar siz 1975 yilgacha tug'ilgan bo'lsangiz va oxirgi yillarda hujjatlaringizni umuman tekshirtirmagan bo'lsangiz, hozir harakat qiling. Agar mehnat daftarchangizda 1990 yillar yozuvlari bo'lsa, hozir harakat qiling. Agar familiyangiz bir marta bo'lsa ham o'zgargan bo'lsa, hozir harakat qiling. Agar korxonangiz yopilgan, nomi o'zgargan yoki boshqa joyga qo'shib yuborilgan bo'lsa, hozir harakat qiling. Agar pensiyaga chiqishingizga hali 3-5 yil bor bo'lsa ham, baribir hozir tekshiring. Chunki eng qulay vaqt aynan oldindan tayyorlanish davri. Kimlar shoshilmasligi mumkin? Agar siz yaqinda pensiya hujjatlaringizni to'liq rasmiylashtirgan bo'lsangiz, barcha davrlar tasdiqlangan bo'lsangiz, elektron ma'lumotlar mos bo'lsa, sizda keskin xavotir uchun asos kam. Lekin yangi ariza, yangi imtiyoz yoki yangi to'lovga murojaat qilsangiz, hujjatlarni yana bir bor tekshirish foydadan xoli emas. Men yana bir narsani alohida aytaman. Bunday xabarlar chiqqanda firibgarlar ham faollashadi. Kimdir telefon qilib, 25 avgustdan keyin pulingiz kuyadi. Menga karta raqamingizni ayting. Pensiyangizni oshirib beraman, oldindan to'lov qiling, bazaga kiritib beraman deyishi mumkin. Bunday gaplarga ishonmang. Davlat xizmatlari rasmiy idoralar, rasmiy saytlar va rasmiy to'lovlar orqali amalga oshiriladi. Hech kimga SMS kod, bank karta paroli, ilova kodi yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni telefon orqali bermang. Agar kimdir sizdan pul so'rasa, avval qaysi tashkilotdanligini, xizmatning rasmiy asosini, to'lov rekvizitini, shartnoma yoki kvitansiyani so'rang. Shubha bo'lsa, yaqinlaringiz bilan maslahat qiling yoki rasmiy idoraga boring. Ayniqsa yoshi katta odamlar bunday qo'ng'iroqlarga ishonib qolishi mumkin. Shuning uchun bu videoni ularga yuboring va oddiy qilib tushuntiring. Hech kimga kod aytilmaydi. Karta rasmiy yuborilmaydi. Hujjat asli begona odamga berilmaydi. Xulosa shuki, 1975 yilgacha tug'ilganlar uchun 25 avgustdan keyingi eng muhim masala hujjatlarining tartibli, mos va tasdiqlangan bo'lishidir. Bu faqat pensiya masalasi emas. Bu ish staji, nafaqa, ijtimoiy yordam, subsidiya, arxiv, shaxsiy ma'lumot va oilaviy holat masalalariga ham tegishi mumkin. Kim hujjatini oldindan tekshirsa, xatoni vaqtida tuzatadi. Kim oxirgi kunga qoldirsa, navbat, arxiv, sud, qo'shimcha ma'lumotnoma va rad javoblari bilan qiynalishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugun hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Ism, familiya va sanalarni solishtiring, ish stajingizni yillar bo'yicha yozib chiqing. Kerak bo'lsa Davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi, FHDga yoki arxivga murojaat qiling. Ayniqsa ota-onangiz va yoshi katta qarindoshlaringizning hujjatini tekshirib bering. Moddiy yordam kelajakda ularning oylik pensiyasi yoki nafaqasiga ta'sir qilishi mumkin. Sizda mehnat daftarchasi, staj, familiya o'zgarishi yoki pensiya hujjatlari bo'yicha muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa chiqaradi. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bunday xabarni vaqtida bilgan odam o'z huquqini vaqtida himoya qiladi.